Davlat rahbari tomonidan aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narko jinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha bir qator qaror va farmonlar ijrosi ta'minlanmoqda hamda doimiy tarzda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan joylarda olib borilayotgan targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazilishiga qaramay, narko jinoyatlar aldoviga ishonib o'z hayotini barbod qilayotgan fuqarolar ham ko'plab uchramoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan tezkor tadbirlar natijasida millionlab aholining giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishi oldi olinmoqda. Xuddi shunday kuni kecha Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1996-yil va 1999-yilda tug'ilgan shaxslar Chilonzor tumanida to'xtatilib tekshirilganda yonidan 8400 dona Regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Chilonzor tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasiga ko'ra 2 nafar fuqaroni yashash xonadonidan 12600 dona Regapen yozuvli kuchli ta'sir qiluvchi moddalar aniqlanib, Chilonzor tumani tergov bo'limiga taqdim qilindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida taxminiy narxi 3 milliard 150 million so'mga teng bo'lgan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olinib, protsessual tartibda rasmiylashtirildi. Prezidentimizdan kechirim so'rayman. Ota-onamdan kechirim so'rayman. O'zbekiston xalqidan kechirim so'rayman. Pushaymonman, bu ish oxiri yo'q. Yaxshi emas ekan. Xohlamadim, to'g'risi iloji bo'lsa kechiringizlar aka, qayt bunaqa yo'lman. Hech qanaqa bunday vaqt qilmayman. Pushaymonman aka, pushaymonman. Ming pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan ushbu sheriklarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mamlakatimizda barcha turdagi narko jinoyatlar jazo choralari kuchaytirildi. Bu zahri qotil kushandasiga aylangan jinoyatchilar oson pul topishni o'ziga kasb qilib millionlab aholi zaharlanishiga sabab bo'lmoqda. Hech bir jinoyat jazosiz qolmaydi va ularni 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish qamoq jazosi kutmoqda. Navbatdagi tezkor qidiruv tadbiri Andijon viloyati Shahrixon tumanida davom ettirildi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir natijasida 1997, 1998 va 1993-yilda tug'ilgan shaxslar oldindan jinoiy til biriktirgan holda xaridorga 10 gramm mefedron sintetik giyohvandlik vositasini sotayotgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olingan. Bu jinoiy sheriklar boshqaruvida bo'lgan Damas avtomashinasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda 1 kilogramm 46 gramm mefedron sintetik giyohvandlik vositasi hamda ulardan birining yashash xonadonidan esa 10 gramm mefedron sintetik giyohvandlik vositalari borligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruhga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.